Assalomu alaykum. Zab chiroyli kunlarda biz bilan sirdish uchun bugungi shodlik so'rinimizga yetib kelgan barcha aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq suyimli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum barliq mehr muhabbatga tashna qalblar. Assalomu alaykum shodimonlik izlaguvchi tanqurdoshlar. Hammanglarga oliy ehtirom. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, shu topda diqqatinglarni bo'layotgan Okean televiziyasining yangidan yo'l qo'ygan Sirdoshlar klubi programmasi. Barliq qarindoshlarimizniki programmamizga qatnashish uchun naq maydonga yetib kelganligini qizg'in qarshi olamiz. Albatta biz bugun o'zgacha mazmunlar bilan yangi siyohda sizlarniki ko'z oldinglarda zohir bo'ldik. Bugungi programmamizdan sizlarning bugungi bir kunlik ko'rish tuyg'ularingizga ajoyib huzurliq tuyg'ularni, ajoyib shirin aslamalarni berishini umid qilamiz. Albatta shunday. Endi Sirdoshlar klubi programmamiz har soha, har kasbdagi muvaffaqiyat qozong'uvchilarning ochiq tatliq aslamalar bilan o'rtoqlashgandan boshqa yana el suygan, elni suygan cho'lponlarimizning san'at hayoti shundaqla hayot kartellari bilan tanishib chiqadigan nihoyat esil mazmundagi yepyeni bir programma. Shunday, undan boshqa bizning programmamizning yana bir yorqin nuqtasi shuki, bizning musha sahnamizda biz balkim san'atkorlarimizning ilgari anglab boqmagan ba'zi ishlarni anglab kelishimiz mumkin. Undan boshqa san'atkorlarimiz bizning bugungi sahnamizda san'atkor sifatida emas, balki bir sirdosh sifatida paydo bo'lib biz bilan ajoyib ko'ngillik o'yinlarga daxil bo'ladi. Shu o'yinlar jarayonida balkim bizni kuldirib, tiliqtirib yetishi mumkin. Shundaymi? Shundaqla programmamizda hammamiz eng erkin, eng ozod holatda turib, sirdishib, muңdishib, do'stlik-xirishimizni texnik ching'itamiz. Undan boshqa yana Sirdoshlar klubimizda jo'shqin, shadman o'yinlarimiz bilan turmushingizga kulgi ato qilamiz.
Demek şuna bo'lgan chaqda xulosa qilam cho'lponlar bilan bo'lgan eng yaqin orliq sirdoshlar klubida. Klubimizda. Sirdoshlarimizning eng shirin izgu tilaklari, dil bayonlari Sirdoshlar Sirdoshlar klubida. klubimizda. Oltin sahnadagi qiziqarli o'yinlar, ko'ngillik faoliyatlar dal Yanılar Sirdoshlar klubida. klubimizda. Sirdoshlar klubiga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Undaq bo'lsa kelganda Sirdoshlar klubimizning bir shuarini deb o'tib ketsak Bo'ldi. deb o'ylab qoldim. Sirdoshlar klubimizning shuari albatta ko'ngillarning aromi. Sirdoshlar klubi. Qulluq qarindoshlar, balki men navbatda sahnada sizlar uchun xizmat qilayotgan shunaqlar Sirdoshlar klubining bugungi bu 4 nafar sohibxonining kimlar ekanligiga qiziqayotgan bo'lishinglar mumkin. O'tqashda qizil kiyim bilan ko'z oldinglarda bayroq kabi hozir bo'lgan bu qarindoshlaringlardan oldi bilan men hurmat ilikida tunishtirdigan uzun yillik bolalar programmasininki riyosatchi bolalarning amroq do'sti, amroq hadisi Dilrabo Abliz. Rahmat. Yana bir qitim oliy ehtiromlar bo'lsin. Endi bu yerga kelganda Nijotni men tanishtirdim. Nijot ang oldi bilan mening amroq inim bo'lgandan boshqa yana ko'pchilik tomoshabinlarning shundaqla millionlagan Uyg'ur xalqimizning suyimlik o'g'lani deb o'ylayman. O'zimcha. O'zimcha. Chunki Nijot mushu qisqa desak, bak qisqa emas, ammo bak uzunmi bo'lmagan mushu bir qancha yillik xizmat hayoti, shundaqla sahna hayotida ko'pchilikni noyati suyundirdigan, shaxsan meni noyati faxrlandirdigan nurg'unlagan natijalarni, utuqlarni qo'lga keltirdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Markaz xalq radio stansiyasining iqtidorliq muxbiri, uningdan boshqa yana riyosatchilik sahnamizda hozir parlagan bir cho'lpon yulduz. Rahmat. Yetdi-ku bu ha? Rahmat. Ama hozir yaqinda Nijotning Dunyosi nomli kitobi bilan ko'pchilikning olqishiga erishgan shundaqlar yuksak bahosiga erishayotgan Shaxs. inim. Rahmat. Ha. Undan boshqa yana biz bugungi faoliyatimizda sizlarga xizmatni texmo obdan qo'yish uchun, sizlarga choyni texmo dal vaqtida yetkazib qo'yib turish uchun bizniki yana 2 nafar yosh riyosatchimizni sahnamizga alohida taklif etib oldik. Bular bo'lsa, oldi bilan yosh talantli riyosatchi Nur Ali Hasan. Nurali yana riyosatchilik qilishdan boshqa ancha-muncha naqshlarni aytib, hozir ko'zi ko'rinadi. Maqzon kimdi deb pek hayron qaldinglar. Boshini oxiri men tanishtirib bir qarsanglar bir tunish chiroy. Bir ko'rgandek. Bir ko'rganliginsizlar. Shadmaniyu nomli komediyalik shu filmning bosh personaji Shoida Hasanjon. Undaq bo'lsa, mana programmamizning riyosatchilari bilan bir qor tanishib chiqdik. Endi bu san programmamizdagi sirdoshlarimizni qizg'in olqishlarimiz bilan bir sahnamiz taklif qilib olgan bo'lsa qana? Bo'ldi. Qani chavaqlar bilan bizning bugungi sirdoshlarimizni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Birlikte gelişip işler Gidelim gün seni kütler Çabacaksek bugün güller Yüreği gönlünü özler Halmasın girişip işler Gidelim gün seni kütler Ömer bu gidiyor tüger Halarımız şu çağda esler Durmuşumda her gün izler bir hikaye Tımsım yağmur, lep lep kar Gür boran, sıkta Men biçar Semican Talap koyman, müşahede Oldu, müşünakta ya Oy, güzel Keldin sen Sizge deyilgan moyum gipim battı Başlayıvereyim size Cinim güzel Kabul kıl beni Kızıdıkinim Körüp sen cemalını Bana işen Söylemen seni Toy kılaylı Endişkeyle Siz bu şehirni nurg'un qizlarning oldida o'qib, ular unutmaganligiga meni inib keldingizmi? Vay, undaq shu yo'q. Voy bo'ldi qiling. Ve ma ishonmatsa? Voy bo'ldi qiling. Voy mening bu Nijotning dunyosi degan kitobga o'xshab dunyorim tangri. Siz bu mening dunyorim singib kiring. Voy bo'ldi qiling, quruq gap qilmay ishonmayman dedim-ku. Ishonmaysiz shundaqmi? Ishonmayman. Unda men sizni suydiganligimda hozir isbotlashayman. Ishonmayman. Isbotlab bersam-chi? Ishonmayman. Isbotlab beraman size. Isbotlab beray. Murat. Ha? Voy mayoq chiqay.
Voy, ha. Bir chiroyli qishqon to'sa. Yaxshi. Yaxshi. Chiroyli qishqon to'sin ko'chini o'ttirgach. Там muhim ish bor edi. Yapaklar. Ha. Ikkala yaqin agini qara, aka. Voy, Endi ikkala yaqin bo'lgan ekan. Sen meni go'zal bo'lgan muhabbatim bilsan-ku. Nimamni? Muhabbatim? Muhabbatimni? Ha? Men bilamdim. Ha? Voy, Menga yordam qilib go'zalga men uchun yaxshiroq gap qilib, yaxshi ko'rganligimni bir isbotlab beradi. Voy jon Sami. Voy sen qo'mish jon, qurt, qo'ng'iz, ot, eshak, it, mushuk hammasi ko'nglim chiqib qolgan bir bola. Faqat ko'nglimdan tayin yo'q. Bir kun odam va tabiatni ko'rib o'tiribman. Eliq chiqqan sertlarlarga oshiq bo'lib yursan. Voy degman shirkat yankagan kunim qanday qilganmidim? Voy siz kelishgan ekansiz, bek go'zal ekansiz. Deb tas qoldan salom xat yozg'ili. Mama. Voy siz yo'qmi? Toz qopdimi tuxmen? Voy nima deyapsiz ya? Ro'shangir, ay bilashim turinglar. Xudolar erishdi shokolad yedi. Men bilan qatib Ro'shangir. men bo'ptiysan. Sen Ro'shangir. Yaynashdi. Ey, ko'chug'im shokolad yeb chiqamsizmi? Ay tanishib sizlar qolgan. Ya men talashmadim. Ya, sizga aytdim batdi. Sizning badangiz yuqori qo'ygandan keyin menga yordam qilyapsiz. Qara. Hay. Qaytlang. Ishkaylar 3 yil xizmatdashdan ha. Ha. Mening go'zalga bo'lgan muhabbatimni bir isbotlab bering. Oğlan ha? Nima chiqib bera? Yaxshi ko'rganligimni deb bering. Sizni yaxshi ko'rgan. Ha? Voy. Chiroyliroq bo'da ilmiy demamsiz deyman. Yey, güzel. Birinchi bilimdimi-ku? Meni yaxshi ko'rib qolib, otdan aytib kelayotgan bola. Voy o'tab tashmash Ro'shangulga elchavatib yurganmidim. Voy esi. Voy. Voy güzel. Ey boshlig'im. Voy, nimalarda? Ya, Herkes bana işini kabır su. Şoma! Voy shomal chaqasanmi beka? Men chiqadi. O da kavuşum diye. Ne bo'ldi? Bow. Voy buni chaqirib nim qilamdi. Menga yaqin tursa bo'lmadi. Sen judalığı o? O I love you güzel ha? I love you ama. Ha? I love you de. Of. I love you. Ha, I love you. Ha, I love you. Bu sama. Asam, asam tepire tünüm. Adaşma. Böyle. Ha, rast. Ha, tepire. İşini bozuldu. Şu. Ha. Ben yaş kurgan kızı I love you kusan bulamda. Ay zadi yıkıllarında vapa kemerden bilettim. En yaxşısında aşı. Bizden işgal kişilerin rejissorlarını çakıra ya. Rejissorlar! Bana yardım kılın mı? Çıktı. Ha? Mayak kilanlar gülüm aşınır ya. Korktum Hakan. Şuna baka. Bana yardım kılın sağla bu müdür. İkramka. İşkele akuku. Şuna hoşlan Hakan. Şu 3-4 aylık 2. bölüm tartış. Hizmet jarayonida mening ko'zlarimdan o'ynagan rollarim, egizlarimdan chiqqan muhabbet so'zlarim keldi. Güzel bo'lgan muhabbatni his qilamadim. Güzel yaxshi ko'rmadingmi? Men güzelni yaxshi ko'radim. Sen bu benden başka hamısı yaxshi ko'rsin. Voyjon, tutlarim o desep shuraydi ya. Ershadga! Juda makka! Bana sen yardım kılırsan hiç yardım kılmaydı. Tepir aka. Bunda ben fakat ardaşımsan bu telefon. Birinci bölümde Reyhan direktörü yaxshi ko'rib qolib juda. İkinci bölümde güzel yaxshi ko'rib qolib. Bundan bilsem. Bo'ldi aka. Voy sen bo'ldi qila, bularning hammasi ko'nglimdan faqat yo'qligini bilib ketibdi. Açtaqma. Ay o'g'alalik bunaqa o'g'alal olganki. Düşman nereden çıktı olsa? Muşu etrafından da otatı rastken cuma.
Hammalar o'tirtinglar, men isbotlab beraman. Menga yana bir ketim isbotlab beraman. Voy. Rast isbotlab beraman. İşenmeyme boldu kılına. İşenmeysizmi? Voy moşinci bola çıkadım desin. O'tirib, mushinchi yo'la chiqadimdan biroz men qo'l ketamiz, hisob emas. Men qo'l ketagizman. O'tiring. Brother. Oh. İşkeyle yaxshi tunishib qoldik. Samijon aka. Kep qizil chapolarni kiyyapsiz. Ah. Shuning uchun menga bir yordam qilib, güzel bo'lgan hissiyatni bir ifodalab beraman. Ma'qul. Tamam. Sizningmi? Ha, menikini. Yaxshi ko'rganligimni rost ifodalab. Deb qo'ysam bo'lamda. Voy, sizroq bo'lmamsiz deyman. Tum pasa Ya karuhai. Ay, sevmeymen de bırakçı. Chiroyliqka. O'tirtiradi adashni, menda qizg'andi. Men o bek şipadlap Adasiz deb beraman. Siz yo'qram. Asli hech nim demaylar, birli gapni qilatdingiz. Güzel jinim, men sizni bek yaxshi ko'rib qoldim. Men Bir bo'lsa olma. O'g'ildagi xatolashqam aytsi, men sizni cho'qim olma. Men sizni cho'qim Bir bo'lsa olma. Oson bo'ldi. Bo'ldi. Mushkil qilsam bo'ldi. Rahmat adayay. Güzel. Men sizni yaxshi ko'raman. Chin yuragimda yaxshi ko'raman. Men Aldavatıdım. bir bo'lsa olaman. Jinim bakaynida. Jinim, sizni bir bo'lsa olaman. Olamay qolsam bu ish qilib atugini ishda olsam bo'ldi-ku. Aytaqsa bular. Buningga ishonmaysiz ha? Nijatjon. Ha. Shu yaxshi so'zlar oldi, bir ishga qilib beraman qiz olga, ishonsin, men olayman qiz deb. Ya Nijatkan desa chatoq chiqadi. Samijon sizni rost yaxshi ko'rdi. To'xtab to'g'rilab ketdim. Qarang, o'ylisidagi umaq kavlarni sizga aytdi. Anjirlik bağını saqlaydi. Sizni anjirlik bağını saqlaydi. Aynen ben esniyim. Hozir sizni saqlaydigan bo'ldi. Davr almashdi. Ben tugaydim bu. Ben işenmedim bu Bir eminim yok. ömürdüm bak. Samijon aka. Unda qilmang Samijon aka. Güzelgi bo'lgan muhabbetini ishlamsiz senden. Unda sizning bu yoqqa tizilib tursizlar. Deyman de. Ma chiqamlasizmidi? Sizin namsız siz. Ya. Kanda tikime bunda kışıyorsunuz. Şundaqa iş olsa şu sizgili qo'yaydik. Ha güzel benim dedim. İşenmem. Ko'nglini Anda qilolmaydi. Anda qilolmaydi. Baqsin undan dikinayman. Ya bulatib qo'y. Hech qaysini menga yordam qilmasangiz da, ey, tuvaniklar yordam qilamsizlar, qilmamsizlar? Yo'q, ya yordam qilmamsizlar? Ya men bu muhabbet qildim, tatib qo'yinglar, qilmay. Rahmat. Rahmat. Siz bo'lmaydi Samijon aka. Samijon aka. To'g'ri yaxshi Samijon aka. Bizmi ham bizning bugungi aziz mehmonlarimizdan alayda xursand bo'ldik. Dilrabada bir narsani his qildingizmi-ki, bizning san'atkorlarimiz hamda shu aktyorlarimizningki aktyorlik mahoratdan yuqori bo'lgandan boshqa rejissyorlarimiz hozir xili tovulinib qopti. Rol ilishga xili ustib qopti. Onun üstüge bulanın bayatdan sahneye çıkandan keyin özgeci bo'lgan tunishtirish usulidan shunchalik huzurlandik. Bo'ldi. Unda xo'sh endi rasmiy yusunda biz yana bir navbat bizning bugungi shu mehmonlarimiz bilan tanishib chiqaylik. Qani shu shomadilni boshlamdik. Assalomu alaykum. Uy, va alaykum. Va alaykum assalom. 我叫马明，在这个办公室的趣事里，饰演办公室员小马，希望这部片子收视率节节高，谢谢大家。谢谢。 Assalomu alaykum tomoshabinlar, ekran oldida ko'rmanlar. Men Akbar G'olib. Ishqani kishlar filmining 2 bo'limida Murat obrazini yaratdim. Alaykum assalom. Sal jidalxo, urushni yaxshi ko'rma. Ortiqcha. Ortiqchaligim bo'lsa, qashqaq. Xo'sh. Assalomu alaykum tomoshabinlar, ekran oldidagi do'stlar, hammalar yaxshi tudinglarmi? Men Alfira Firdundan hammalarga o'tliq salom. Men Ishxandi kishlar filmining 2 bo'limida güzel obrazni yaratdim. Va. İsmi cismiga loyiq go'zal. Xo'sh.
Assalomu alaykum tomoshabinlar. Men Ishxonlik ishlar filmining rejissyori Ikrom Ilhom. İkram İlham mening savuqdishim qaranglar deb olay. Başlaman. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Men Ishxonlik ishlar filmining rejissyori ham operatori Irshad Sherzod. Irshad Sherzod mening savuqdishim qaranglar. Mishla vaqtida davolang. Meniki bala savuqdishim, bala do'stim. Assalomu alaykum, Nahmaydon tomoshabinlar, ikromli ko'ruvchi do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarniki birinchi bölümdeki shokolad yeyishga amroq umoq shokolad qizillar turg'unay navbat tursin bo'laman. Rahmat ammonlarga men shu Ro'shangul obrazda texim yoqtirishinglar uchun ko'nglim. Ro'shangulni bek yaxshi ko'ramiz, marhaba qarshilamiz. Samijon aka. Samijon aka, sizga Birga Samijon aka. Assalomu alaykum ammonlar, Samijon akanlarda o'tiribman. Ben Ishxonlik ishlar filmi dikemdi. Alqam sayfidan ammonlar o'tliq salom. Rahmat ammonlarga. Rahmat. Bo'ldi mana kulki chaqchaqlar bilan hammalar bilan ayt yaxshi tafsiliy tunishib oldik a. Bo'ldi. Ikram bizning Shinjon san'at instituti 2000 yillik teatr fakultetida mening savuqdishim. Ikrammo mana tunji qaror to'liq kurs Shinjon bo'yicha bo'lgan tunji qaror to'liq kursda kino, televiziya, teatr, girimchilik kasbida o'qigan. Oson emas. Hozir qadar nurg'unlagan mayli ishki rollarning ishlagan bo'lsin yoki bo'lmasa uyqi Şanganlarning ishlagan ish qilib cho'ng kino filmlarda cho'ng ishlarni qiladi degan. Cho'ng ishlarni qilib shu cho'ng filmlarda men bordim, men qo'shimcha rol bo'lsam ochmicha. Shu vaqtida girimingizni qilgan, shunlashqa bugun alayda. Yo'q, shuningdan mana bir xijilchilik mishaga Dilrabadamning yuziga azrab qizilrang berib kirishib qo'ygan. Yuzim tuvan qizib oldim, men rejissyorlar meni bek qiling degash, qolgan men unda qilmoqlar. Mushundaq filmlarda endi kino televiziya girimchiligidan, kino televiziya girimchiligi endi eng kasblarning birisi deb o'ylayman. Girimchiligidan muavin rejissyor bo'lib, mana bugungi kunda biz hammamiz yaxshi ko'rib ko'rgan Ishxondagi ishlar filmini bir qo'lliq Ilshod bilan birga ishlab ko'pchilikka sungan rejissori bo'ldi. Bu yerda endi savolishimni alayda bir tilg'ag'im keldi. Endi Ilshod kelsak, Ilshodning men bilmishadigan hammamiz bilamiz Ilshod bundan 29 yil muqaddam. Urumchidagi Uyg'ur ziyoli oilasida shundoq bir bu vaqt dunyoga tavallud bo'ldi. Bu oilaning uning tunji so'zi ana emas kino deb chiqadi. Chunki uning dadasi bilan opsi dal kinochilik sohasida yo'l ochgan, to'kpi yaratgan suyumlik san'atkor ustozlar. Shundoq endi Ilshod bo'lsa hammamizga tunishlik bo'lgan bizning Uyg'urlarning faxrlik kino rejissyorimiz Sherzod Yoqub akamiz bilan sahnalarda Larzan usuli shundoqla kino televiziyalardagi yaqinlik obrazlari bilan ko'nglimizning to'rdan o'rnagan Mehrigul Ahmad hadimizning o'g'li. Mana Atımraz kasbini varis qilib, bugungi kunda hammamiz yaxshi ko'radigan shundoq filmni ro'yobga chiqarib, sahnada biz bilan birga suhbatlashib turibdi. Biz shundoq bir yaxshi paytlarda davrimizda davrdoshlarimizning yuzini yo'riq qilib, ota-onasininki yuzini yo'riq qilib, yaxshi natijalarni yaratayotgan barliq qarindoshlarimizga hurmat bildirish bilan birga ularga ajr qilgan, shundoqla farzandlarininki yaramli cho'ng bo'lishi uchun yurak qinini sarf qilayotgan barliq mehribon ota-onalarga yuragimizning eng cho'nqur qatlaridan hurmat bildiramiz. To'g'roq kishida yashaysizlar ota-onalar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Albatta biz bugun mana mushu bizning atrofimizdagi Uyg'ur kinochiligida bo'lsin yoki aktyorlik jihatda yoki san'at jihatda o'zining qobiliyatini namoyon qilib bizni suyundirayotgan, jumladan diyorimizda mushu ko'rilish nisbatan yuqori bo'lgan Ishxondagi ishlar filmida rol olgan, shundoqlamush film rejissyorlik qilgan aziz mehmonlarimizni qarshilab oldik. Bizning bu programmamiz mana mushu mehmonlarimizning tabarruk tashrifiy qadamlari bilan cho'qim o'zining qimmatini yaratibsiz. Shunlashqa yana bir qatim sizlarni qizg'in qarshi olamiz qarindoshlar, armag'aysizlar. Xo'sh, efirda aziz ko'rmalar, Nahmaydondagi tomoshabinlar ko'rayotganinglar Okean televiziyasining yangidan yo'l qo'ygan Sirdoshlar klubi programmasi. Mushu bir filmning ishlanish jarayonida ancha-muncha suhbatlasak deb o'yladim hamda chunki ko'pincha tomoshabinlar bir filmning ishlanish jarayonining qanday bo'lganligini aytib qiziqdi, undan buning orqasidagi qiziqarli hikoyalarga ham ozodlik kechirmishlarga qiziqdi deb o'ylayman. Endi bu bir uy ishchi televiziya teatri, uy ishchi degan bir gap bor-ku bu yerda. Cho'qim bu suratga oldigan maydon, muhit chekilmaga uchraydi.
Endi uy ishchi bir oilani tatayli desak, televiziya stansiyasi u bilan bu oila qarang deb, uningga biz qatnashgan, ishlanib bo'ldi. Uy ishchi televiziya teatriga yana mos keladigan qanday yo'q, ishxona bir shirkat qilamiz. To'g'ri. Shunga biz Jubirga biz tutish qilgan vaqtida bir shirkatni, bir milliy korxona. Onun kayında bu şirket degan vaqalik tugmaydigan ya bu. Chunki biz bu nurg'un shirkat ochilgan do'stlarimizdan so'radik. Yangi odam qiziqarli ishlar bo'lib turdi-da. Har xil odamlar kirgan. Har xil gaplar bo'ladi ekan bu yerda. Asosan bizning tutgan komediya shu. Endi ssenariyaninki bizni shu ishxonadagi ishlarda bir ssenariyani yozishga asosiy sabab bo'lgan. Shu boshda shu biz uy ishchi shuni o'ylashib turib, shu ishxonadagi ishlar degan ssenariyani yozib chiqdik. Demisam ko'p qismli ssenariyani ishlagan vaqtida buning hamda material bek kam bo'ldi. Manba to'xtamay yangilanib turish kerak. Yangi ideyalar, yangi bir yo'riq nuqtalar ifodalanib turish kerak deb o'ylayman. Albatta shirkatdan iborat mush bir ijtimoiy aloqa so'rini shunaqo. Mush so'rinda doim kelib turgan xaridorlar o'xshamganlik sababidan har kuni yuz berib turgan ishlarni o'xshamaydi demak. Shuning uchun biz bizning turmushimizga mos keladigan, undan boshqa bizga kulgi ato qila oladigan detallarni tanlab chiqarib, undan ayt yaxshi bo'lgan komediyalik mazmunlarni ishlab chiqarg'il bo'ldi. Albatta bu ham sizlarning shu yoki uydagi ishlar emas, yoki maktabdagi ishlar emas, yoki bo'limdagi ishlar emas, balki shirkatdagi har xil odamlar kelib turadigan bu shunday bir yerdagi ishlarni tema qilishinglardagi bir muhim sabab shunami? Bo'ldi, qanday xo'si bir mushu ishxonadagi ishlarni ishlash jarayonida jafo tortgan qarindoshlarimizga javob beraylik. Rahmat. Rahmat. Endi mundaq bir o'y kelib qoldi Nijat. Paranglarimiz bilan albatta qiziqarli o'yinlarimiz aralashib kelgan bo'lsa deb qanaqa qaraysizlar? Endi menimcha bu rejissyorlardan boshqa asosan artistlarga rol olish jarayonida har xil qiziqarli ishlarga duch kelishi mumkin. O'sha damda biz bo'lsa bir ikki guruhga ayriliblar. Bir naq maydonda mushlar bilan rol ag'aysadi. Bular yomonmi, bizmi? Ikki guruhga deydi. Ha? Bular yomonmi, bizmi zodi? Bo'ldi. Ha, rol Allah bersin. Qanday xo'si biz ikki guruhga bo'linib ketaylik. Ha, bo'ldi, men showman oldim. Unda bo'lsa Ben öptüm oldum ayakkabı. Bizning guruhimizning ismi Sirdoshlar guruhi programmamiz bo'yicha. Biz ishxonadagi ishlar guruhi hamsa. Bo'ldi, chataq yo'q. Qanday xo'sa Sirdoshlar guruhi uchun javob beradigan do'stlarni anglab boqaylik. Ha, ishxonadagi ishlar guruhi. Mana bizga siqirtdi tomoshabinlar. Sirdoshlar guruhi. ishxonadagi ishlar. Bo'ldi, unda xo'sa bizning birinchi o'yinimiz nima? Bu ishxonadagi ishlar filmini suratga elish jarayonida hamda shu biz artistlar hammadan bak qiynalgan, bak kulgan, kulishni iqtidoriga yetkazayotgan bir qism bor. Tabassum. Shuningga men hozir boshlab ketsam, unda bo'lsa rolning ichida Sami, Roshangul, Go'zal, Shoma, Mishkan menga topshirdi. Bu bir shirkat. Shirkat uchun xaridorlarni illiq tabassum bilan kutishimiz kerak. Bugünkidek ish qayta sodir bo'lmaydi ekan. Shunga biz bugun kulishni mashq qilamiz. Kulishni. Ha, ma'qul. Bu kulishda hamda boshqalar 8 talchishni chiqarib kelsa, biz 16 talchishni chiqarib. Nazir qana qildim Nijat, Xudoylar qilib purcha qapandimdan shuni sondimdan qanchishim. Unda asla kulishni boshlab ketaylik, ha. Onun üstü bu filmde hem de aramızda hemmeden çiş çıraylık men boğandı ekan. Men bir ölgü göstersin. Bo'ladi. Sizlar menga ergishib qilsanglar. Endi Ya 16 chiqmini. Voy, rejissyorning talabiga yetmadingiz. O'yinga ulab qoldi adash. Voy, bu talabga yetish yetmaslik sizlarning anashlarlar. Bu sizlarning anashlarlar. Men endi shu vaqtda suratga olgan shunda alqishlarga erishgan. Unda esa sizdan boshlamda. Yey, satramu. Aymo. Ha, bir unda men bir kulamaydi da. Ha, shu tishlaringizni aniq chiqarib, asti tish, usti tish. Üstünden 8 tal, aslında 8 tal. To'xtan sanab olayım. Hicaysanız biz hep sanayla bulduk. Hem yerkilen de aşk karıştır ola. 8 tal, 8 tal olsa asanken. O eşkal şunu çıkıp kaldı, tekeme bekeceğim.
Texmi bakıcı. Estağfurullah toşkan Ya onu sanaydıganға bir adam məsul bolsun. Sen iyice başka. Siz sanat bəgən. Səmi. Qaya qarab qilman. Ay şu tamaşıbullah qarab. Tuzluq gel bunu qo'li. Tuzluq gel. Barmağını çişlep üzüylüğe de. Şunda alıp siz Qancha? ötemiyorsunuz. Dilramadan bir qaytam 78 alqışını chiqarish bilan ustunlik ega oldi. Voy meni yana bir kulgim bor. Tugdimi? 18 ulab qoldi dedi. Qancha olish kerak deydi? 16. Yig'ib olayapti. Aslında göründü. Ya 18 ketdi. Ya 32 ulab ketdi. Ha, bo'ldi. Endi Voy xeyli cho'ng. Bunda 100 ular qatnashgan. Erşatkandan tişleri. Ay. Ko'nglingizni buzman. Erşatkandan tişlashini chiroyli xiratlik. Oq. Ay. Erşat. Yo'q, bir tane tishim yo'q deydigina. Mana sanıma. Ne ketgan Yo'q, o'chish? yo'q bo'lsa mayli karimiz yo'q. Ay, bu yerga 8dan bir chiqib edi. O'tishani men chiqarvatmagan. O'tamidan bo'ldi. Aşağı qo'ziq ega oldi. Yo'qsa o'tamiz. Yo, sana. Ha, sanaylar. Ya agurtuklar sansı bo'lmaydi, agurtukda sanaymiz biz. Ha, Nurali sen. Ha. 92. To'sib olding. Ay bu uydagilarning hammasini ishlaydi. Ha, undan sonra Ekremkan bir ijib baxtimi? Ekremning mana 42-tishim chiqdi, rostmi? Rasmi. Mendeki jiysa deb ketgan emasmi bizga? Ana. Ay qirib. Nima degan güzel çiş. Ay sendaq bir tishing ikkiga tanga. Hammasi chiqibdi bu demak. Nima degan yo'g'on eg'iz u. Eg'iz yo'g'on bo'lsa yo'q sanaysan. Endi shirkat bir xarid akasi. Kim eg'izlandirgan? O'tmadim. Ha? Roshangul. Odilroq bo'ldimi? Ha. Roshangul. Roshangul siz bilasiz-ku, men film qatnashgan-ku. Roshangulning bari 11 ta tishi bor bo'lsa. Mana shokolad yug'zayverib tishimni qurtib ketdim. Qancha tishingizni? Ashyoqsini yeb ketdi ish qilib. Nima deb sanadigan soni? Hozir ko'zim qip ko'raman. Faqat bo'lmadi, faqat. Ay nemishka. Ay bu o'zidan boshqa hech kimni o'tkazmaydigan ish yomon. Bu shirkat o'zingiz ishlamsiz? Yani to'xtanglar, oxiri bor ekan. Men keldim-a? Men qilmadim, texniya jiddiy. Ha, men shu filmning dal mishirini suratga olgan kuni meni bosh shirkatga avatayotgan Lala direktor. Men kelsam mushlar set yeyib, mushlar turib ekan, men yo'qdim. Ya aytma, muhabbatni shirkatga. Ashta bo'lgan. Yo'q, unda davatlayman. Rost ochig'im kelgan. Yana shu g'amdimas. O ishdan demaymiz bu yerda. Shuning bilan, shunda bo'lsa-mu bugun men de ijarab beray. Bu qiz maxsus ijarayma deb tishig ko'rsatib ketdi. Bu ko'zni sog'ilda tuzilib ketdi. Berlin olmasni. Swarovski. Sen kayındarak icaygan bo'lsa, obraz vakili qilgan ish. Sami haq uzukni tishig'i sap bo'pti deydi. Sami deydi. O'lchalik gapni qiladi Sami. Sen hech qovi deb o'tag'im bilan uzukni tishig'ini sap bo'pti. Olmas. Swarovski. Ma ikkinchisi birinchisini yavagan. Kino ishlarini bir kun qarsam yo'q. Olmasam qanday deb qo'rsam yo'q chun uchdi aytibdi men. Mani qaytdi. Shundan keyin kunda o'birlikda qidirib tekshirish. Ya. Qo'lda bir tal yog'och. Qo'chiydi. Lotdayda ekran qildi. Voy qo'limni birlashtirdi. Davomli. Ha, undan sonra ijivitamsa? Men bunga qarab, olmasam ko'zda bo'mchib ketadi. Ay ko'zbek chaqnab ketgansan. Voy ko'zim. Güzel sizden noynaqshib ketgansiz. Şirketga kelganlar xato ko'rmaydi ekansan. Shundan noynaqshib ketsin. Hamma odam yo'q. Shoma? Shoma, go'lay. Ha, nilay.
Gözlem tişimning milikdan chiqdi hujum. Növbətdə görmə dostlar, növbət iqtiqladı bulğun 2017 yılıq diyarımızdaki en güzel çiş miliki. Mana. Hay, milikni birga hisoblasak buning nechta chiqqan bo'ldi? O'tmadingiz. O'tishingizdan milik manda chiqib qolish qanday bo'ldi? Masalan, Jusaymon degan bo'lsa, niye chaplashib qoldi? Voy, men Jusaymon demayman. Yo'q, amaliyotni bilsanglar tish milikini chiqarib kulishdan eng yuqori pallisi, eng samimiy kulish hisoblanadi. Xuşalliq elchisi bo'lganligim uchun tug'ilibdi milikim bilan kulatdim. Yo'q, shayda undoq qilish uchun men ustini sal yepibroq ostini yig'ib. Ay, men qo'rqma chiqib beraman, milikimga survitdi. Kelin taqasi. Ha, bo'ldi endi. O'tmadi. Qani, bu o'tmadi men eshitmayapman. Bizning o'tmadi. Men o'tmadim, o'yin o'tdamda o'tmadim. Go'sharni chiqibdi. Endi kim keldi? Masal ustaxonlik go'shga. Shoma nilay. Anam. Qo'sqingiz do'shtimi, qo'sqingiz. Yo, bir matematik yaxshi emas ekan. Bayda bo'lib. Shisiga. 再使劲一点，你把那吃奶的劲儿搭出来。可以，当然可以，脚都可以。Esonlarda bo'lsa, men shirkatda, men xaridorlarga mulozimat qilgan odam qo'llarimda qilmaydi. Masalan, siz bir shirkat kirsangiz, bir manda jibda qanday qilasiz? Yaxshimisiz debmanda. Ha, shoma kilot. Voy, buni osti. Osti chiqmaydigan buni. Voy, shingli. Ay, bo'ldi, turadi. Kimga keldi? O'tmadi. Ha, ana, kanaldi. Siz bu shirkatga kelganlarga yaxshimisiz? Kelsangiz bu endi kelganlar bir xil terqib turib qoldi-da. Ay, bu Nejat ucha do'kon ishlab qolsa, yaxshisiz deb hech kim nimalarni deb hech kim. Alik bo'lgan bo'lsa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? У нас rasmiy başladık. Ya mayaqa udul qarab. Udul, tomosha qilib. Ay, Ekranda chiqdi. tomosha qilib. To'xta, men sanab baqay. Men. O bir yildir Çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun 16 yerimden. Yerim eski. Total yerimden çıkmadı. Ba çeş 16'ga to'shmaydik ya. So'ng oxirgi bir umidimiz mana Nurali Hasan. Lekin Nurali boshqa ishlamidi, bo'lmasa tishdi bu bola. Samimi bordi asli. Ya külmüsümü aldık çıkırdık ya işlememaydı. Külmüsümü aldı ha. Ha, bir külüp etkinde. Külmüsüm külgende. O şişini atmaydı. Bu şişmek maske. Şikilanın az şılan mimağa ketken ben. Vay mina miliklerim lan koşup ba. Atken korutanlarla bir şey istakandı üstü şılandı takamam. Aslında takaş ölgemeyli çıkıp kalkan. Ya birincisini bölüşüp takamsa ya üstünü bir sana. Her türlü cüpkülleri bu yak takülleri bu yak diyecek. Şemkini aramalıdı. Ya Hasan familiklerinin yama astı çiş görünmeydi kamulamdı ya. Müşkilse familik Dadağına salam. Özüne adını kadını kırmavadı da. Kapama. Ya ben bunu da aslında çiş yokla bile bir grup olmayın. Nurali ağır koyuyorsunuz. Hey, bana bir tane. Kını Nurali için ahırkı ümit çırık için bir cevap. Onda bolsa Nurali bilan Samiy qilib qaptimiz ikkisi bir. Tamam, bir vaqtda. Balkonun üstüne gitiş. Bana astı gördüm, üstü görünmeydi. Anam çık ketdi esasımız. Rahmat. Ya Manochka. Manochka. Mana. Demek. Bugungi chempion. Bugungi chempion mana. Men mana. Vay meyadi muhtaram cho'ng ananglar turibdi. Chempion mu yo'q? Vay meni qo'limni ko'tarib bo'lgan bu yillik nimaga erishdi deb peshiblar. Ya siz obraz vakili qilmoqchi.
Hay mayli neç buluyorsun? Şeklinizni obraz vakil qilmoqchi moyak chempion bo'lib tursin. Ha mayli undan sonra. Yamramdayliqdagi tabassumingiz bilan. Oh my god. Bo'ldi. Isil. Mush filmda mushtaq ijidan yabatdi. Shuning bilan men tishimda chiroyli bo'lganligi uchun shunchalik qiynaldim. Endi bu tomoshabinlar ko'rinmanlik ko'rsa, qancha bir nima deb ketarkin deb shundoq bir o'ylashdim endi. Shunda bo'lsin ham amal yo'q. Ijib berdimda endi eng oxir qatayim bir ijibda, ya. Helaqa assalomu alaykum deb kirgandim ijazat chiqdi. Helaqa ishtingiz qo'ying bo'g'ling deydi. Qo'ying bo'g'ling chiman zob. Kirib chiqib ketadigan. Voy ya tutib deb qolamiz. O'jat. Ashijari ham pitib qolamsizlar. Kechish qarmasin ekanda. Ya qarma bosmaymiz. O'za bo'lsam ishlat, hammamiz bir ijibmish o yanni bir oyoq tushib etamda. Ma'qul. Rahmat. Rahmat. Oyey mana. Bir kulimsirashning rolini elish uchun xeyli qiynaldik. Rost. Bo'ldi, rahmat qarindoshlar, sizlarga xo'shallik beg'ishlay olgan bo'lsak, biz xursand bo'ldik. Bizniki bu qatimqi musobaqamizda ustunlikka erishgan Sirdoshlar klubiga, ya'ni guruhisiga aprinetimiz. Ay bular ya to'xtanglar, bular o'zini erishtirib, o'zi baholab. Sen kimni bağladın? Obraz elchisi bormi ya? Obraz elchisi dedi. Sizdan bir adam o'tib ketgan gap oyoq. Voy, sizlarning chempion bo'lgan bilan obraz vakili chiqmadi. Vakil bo'lgan bilan chempion chiqmadi. Obraz vakili Chempion obraz vakili bo'lgan Obraz vakili vaqt tutsa chiqib turdi. Ura, ya bu qizlar qo'lda kizma. Ya o'zim kimga? Bo'ldi xiloma. Ha, bo'ldi mana bayatdan qisqagina bir kulimsirashning rolini elish jarayonida biz hammamiz his qildik. Rol elishning haqiqatan oson emasligini. Ham shaxsan men bayim deyishdik. Ancha-muncha kino filmlarda bak jiq qatnashmagan bo'lsam, ancha-muncha rol elish jarayonida his qilgan buni. Chunki o'zimiz nihoyat yaxshi o'ynaydigandek qilamiz, lekin oldimizda apparatning keyinda rejissorlar, nurg'ulg'an xizmatchi xodimlar bo'lgandan keyin tabiiy ba'zi vaqtda ko'nglimizda o'ylagan narsamizni chiqarib berolmaymiz. Ham ba'zi bir obrazlarni yaratish jarayonida nihoyat ko'p o'ylanadigan, qiynaladigan ishlar bo'ldi. Shunday. Mushunda his qildik, Nurali. Nurali bu kulish jarayonini nimani his qilgan bo'lamdi bir? Kulishni his qildim. Pek yaxshi his qildim. Men yana bir qaytim tishmilikimdan faxrlandim. Men o'xshashlam shu kinoda rol elishning intan qiyin ekanligi, amaliyotda bir qitimliq bizga yaraydigan bir ko'rinish uchun bizning aktyorlarimiz, bizning kino artistlarimiz nihoyat ko'p ajr qildiganligi. Hatto normal bizning kundalik turmushimizda biz ancha diqqat qilib ketmaydigan ba'zi bir harakatlarni nihoyat go'zal siyoqda ifodalash uchun ko'p ajr qildiganligidan iborat bir qiyin ishni his qildim. Shu munosabat bilan o'xshashlam bugungi ishxonadagi ishlar gruppasidagi xizmatchi yo'ldoshlar bilamdi, bizning aktyorlarimiz bilamdi, ham shundaqla ekrandagi barliq kino san'ati uchun to'kib qo'shayotgan, bizni xursand qilish uchun mushu sohada jafoliq izlanayotgan bizniki san'atkorlarimizga, aktyorlarimizga chin ko'nglimizdan minnatdorlik bildiramiz. Harimg'aysizlar, qarindoshlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, har vaqt sizlarni qo'llaymiz. Endi Mishadan Nijat, shu o'yin o'ynash jarayonida bir savol tug'ilib qoldi menda. Chunki artistlarning hammasi bek obrazliq, birsi-birsiga faqat o'xshamaydigan obrazlar shundaq-ku. Ammo shu obraz tanlashda sizlar shu pop artistlarni tanlaganda qanday shundaq dal to'g'ri tanlay oldinglar? Shu yerdagi tajribalaringlarni yoki bo'lmasa shu jarayonda o'ylaganlaringlarni bir deb bergan bo'lsanglar, bir o'rtoqlashib baqqan bo'lsak. Artist tanlash jihatda biz boshda shu ssenariyada yozishdan avvallam, masalan, birinchi shu Roshangulniki bir o'maq bo'lish kerak bu obraz. Bunday o'zi semiz unda bo'lganda, lekin cho'qim odamning amroqligini keltirish kerak. 300 odamning orasidan Roshangulni tanlash sabab shu Turg'unayning o'zini tanlash sabab bu o'zi bir shunday obraz. Bu o'zi bir Roshangul hisobda ismi Turg'unay bo'lgan bilan bu kinodagi obraz o'zi shu. Kirsaklam bu o'ziniki tabiiyligi bo'ldi deb siz o'zingizlar o'yinsangiz o'g'day biz ortiq talabni qo'ymaymiz sizga. Deb obrazni mushtaq tanlagan. Endi boshqalar to'g'ri sen azroq qilib qo'ysa. Bo'ldimi shu? Alqam. Bu alqamni beshida nurg'un almashtirish to'g'risida nurg'un fikrlar bo'lgancha. Nima qilishlar?
yaratmaganlık emas hamdılık. Talep. Mesela kino olsa bilet kirmini, mesela televiziya, teatr olsa körülüş, o bir narsani hesaplaydı mesela. Şuna. Şu mesela bununki ya bir çolpan, ya namba adam bo'lgansa cho'qim körülüş nemiz yaxshi bo'ladi. Filmning iqtisodiy unum yaratdigan qanda. Lekin buning biz eslib turgan, ya'ni shu chiqdi. Amaliyat shu o'zi naqlam shu. Buning turmushimi shu. Shu, buning shu odatdagi obrazi shu. O'zi, mijoz xarakteri shudiki. Shu ssenariyani mushunga atab yozib qo'ygandaklar. Hamda Akbar. Bu hamda men yana bir yo'riq bir cho'lpan, shu yulduz. Buni demasakmi tomoshabinlar olsun yoki mishadikilar o'zimiz olsak bilib olamiz. Bu bir tip hisobda. Tabiilam. Bir komediyalikni oshirdigan. Birinchi bo'limida bir qismga taklif qilgan. O bir qismdan ish qilib, birinchi bo'limda bir qism taklif qilib, shunda yarab ketib, rejissyorlar shuni ikkinchi bo'limda meni akasi pek yaxshi o'g'day deb ikkinchi bo'lim 40 qism chiqib ketdi. Bu Shoma kon artist. Bizlar burun tatib hamkorlashib kelayotgan. Endi faqat shu rolni ola oladi degan ishonch bilan ikkinchi bo'limga chaqirib kelgan. Wow. Xo'yin Shoma. Mana bayatdan hamda Elshad ham ekranninki so'zdilar ayon bo'ldi. Hamda filmlarda obrazlarni tanlashda, bu artist tanlashda yana rejissyorning rolini aytib, muhimligini his qildik biz. Chunki rejissyor artistni dal joyda yaxshi tanlay olsa, demak u obrazni o'ynashdimi qiynalmaydi, ham obrazni aytib muvaffaqiyatli yaxshi yarata oladi ekan. Ishxandagi ishlar filmidimi güzel. Özünikini ait yarqın obrazı bilen nurgulgan qarindoshlarimizni o'ziga mahliyo qilgan bo'lishi mumkin, olqishiga, e'tirof qilishiga erishgan bo'lishi mumkin. Güzelniki bu vaqtdagi bir fikrlarni anglab bakkan bo'lsak. İşxandagi ishlar filmida men shu ishxonaga yangidan kelgan kotib qiz Güzelning obrazini yaratdim. Bu Güzelning obrazi bu güzel birinchi bo'lib shu Roshengul bilan faqat chiqishmaydi. Nimishqa mesela beden jihatdimi yoki qaysi jihatdan? Men bek o'roq. Bu men desam, yo'q bekmisimiz. Umoqdan menda asossimiz. Men ishxonaga shundaqli kirgandikim bu so'zlaydi tillab qopishma, vaqt keldi, ondaq keldi, yojibek keldi. Bu ishimiz petishmaydim. Biroq Murat ba'zida bir kunlarda menga shundaq omroq bo'lib, meni bek chiroyli qilib ketibsiz deb. Vol yo'q. Bir kunlarda mush tillab o filmda xeyli javob yani ağzım iştik olsun ko'nglimda yomonlik yo'q. Xeyli javob etdim. Shunday qilish orqali shu ishxonaning kotibning obrazini yaratdim. 40 qismda rol oldim. Rejissyorlarimningki, ustozlarimning yordami bilan bu rolni muvaffaqiyatli tugatib oldim. Buldunaqos Alfira. Rahmat. Xo'shalmisiz? Shu savol so'rab kelyaptim. Shu film qatnashganligingizdan. Intayin xo'shal. Sababi? Çünkü bu mening tunji qitim san'at hayotimda desam bo'ldi hamda. Tunji qitim birinchisi ko'p qismliq filmda rol elishim. Ikkinchisi bu ishxonadagi ishlar degan filmning birinchi bo'limi qo'yilganda men buni bek bütün ishtiyoqim bilan ko'rgan uchun men bek yaxshi ko'rgan bu filmni. Biroq endi bu ikkinchi bo'limida mening rol olib qolishimni men yana o'ylamagan. Biroq u mutalim rol olib qoldim, tanlab qoldim, shu go'zalning obraziga men tushib qoldim. Shu men baxo'shal. Bah, muborak olsun. Oldu. Mana yaxshi fursatlarni qadrlab, yoshlar texmi olg'a basaylik, ha? Ko'ngillarning arami Sirdoshlar klubi. Shu topda balkim ko'rman do'stlarimiz, bularning kiyimi o'zgarib qolibdi deb hayron bo'layotgan bo'lishi mumkin. Biz yuqorida dedik. Bizning bu programmamizni nuqul suhbatlar va yoki paranglashish bo'libli qolmasdan yana nayt ko'ngillik o'yinlarmi bor. Tantarbiya o'yinlari, harakat, barakat debdiki, sog'lom tanda saf aql debdiki. Shunlashqa biz navbatdagi bosqichimizda chempion tantarbiya kiyimlari bizga ta'minlagan orambaxish tanarkat kiyimlarini kiyib olib, endi musobaqamizni boshlab ketmoqchi. Bu ham musobaqa, ham o'yin, ham bir qitimliq chiniqish. Unda bo'lsa, birinchi o'yinimiz stakanni o'yini. Ben bir tushuntirib o'tay. Endi hammamiz ko'rib turibdimiz bu yoqda, mana bir ogohlantirish sizqi bor. Bu sizqdan o'tib ketsang bo'lmaydi deydigan. Uningdan boshqa yerda yana bir rezinka belbog' bor. Qarshi tarafda bo'lsa, mana ustalda nihoyat nurg'un rangli stakanlar. Al rang va seriq ranglik. Dum ko'mtirilgan holatda turibdi. Endi biz Ma'nun qaranglar, ma'nun qaranglar. Qaranglar, sog'doshlar. Bu Sirdoshlar gruppasi. Seriq rangli stakanni. Ishxonadagi ishlar gruppasi al rangli stakanni dum bo'lsa 10 qilib o'raymiz. Andan keyin o'zimiznikini 10 qilib o'rish bilan bir vaqtda qarshi tarafning stakanni 10 qilib o'rib bo'lgan stakanlarni dum qilib
Özümüzga numar alamiz, qarshi tarafni yengimiz. Bu vaqtda qanday bo'ldi deganda, sening guruhinglardagi a'zolar kayninglarda mana bu kamarni ching bog'lab turdi. Biz xuddi ragatgidiki yiliqi toshdek berib, mushti elib, o'ng qilib, yana kaynimizga qaytib kelib, yana boramiz. Biz yangi Chanalama? ikimiz borma guruhda. Chanallar hozir bizningki guruh a'zolarining sonida 11 bo'lganligi uchun shu hurmatga sazovor Nijat Vali Yaqubni reperlik taklif qilsa qanday deysizlar? Bo'ldi. Xudo xohlasa men reper beray. Ma kayfiyatlar yaxshi vaqtida bir kishqotimiz namoyon qilib, men shu nim bilan shay. Roshangul bilan men shay. Ishqinglar hozir. Men boshlab beraylik. Qanday? Ishxonadagi ishlar gruppasiningki vakili Dilrabo Abliz xonimningki tart qutisi bo'lsa, Sirdoshlar klubidagi Elshad Sherzod. Endi bundan boshqa bizningki Sirdoshlar klubiningki Roshangulning tart qutisi bo'lsa, Ekramkam. Shunaqa. Vaqt cheklimisi faqat va faqat 2 minut. Shu 2 minutda qaysi gruppa o'zining istakanini 10 qilgandan boshqa yana qarshi tarafning istakanini buzg'unchilik tariqasida jiqroq dum qila olsa, shu gruppa tutgan bo'ldi. Biz bu jarayonda yana davomli chavaklar bilan, olqishlar bilan, qiqas cho'qalar bilan ularga madad beramiz, ularga energiya beramiz. Musobaqa boshlandi. Roshangul, yana bir qitimimiz bitti. Ama oynab bakayım mı ya? Oynab Ha. 3 2 1 Roshangul. Qo'rqma. Oy, molla. Oy, molla. Ha, 1 2 yaxshi. Roshangul. Unda olsa, musobaqamiz rasmiy boshlandi. Bexatarlikni asos qilib turib, boshlandi. Kamizarka, nasıl istakanlık bana sakladı. Ma qarshi taraf tutadi ya. Elshadning guruh Sirdoshlar guruhi turib qo'ydi, chiqib ketib qoldi. Unda olsa bexatarlikni birinchi o'rin qo'yib turib, ching tutib turib, musobaqa boshlandi. Bunu. Vay ben yine kaldım ama ben. Yo'q, ne bo'ldi? Yana 20 sekund vaqtinglar qoldi. Şoma xodanding ya Zeynep. Zo'da. Yaxshi ya, yaxshi bizning guruhni. Ajoyib g'ayrat qiladi. Qani, yana 10 sekund vaqtinglar qoldi, g'ayrat qilinglar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Şeyde 10 qilgan asl dumtug'i stakanlarimiz ya. 10 qilingan stakanlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stakanni 10 qilibdi. Qani, unda qolsa Alfira o'rganib 1 2 Amiz to'kilaga 3 Alfira'nın bekliyordu fırsatımı bulmadı ben yeni kokacağım. Alfira asasığı öğrüş emez, öğrüp olup indiş. İndiş. Gözde çubuğuydiş. Bişiği gelgende körüş. Şuna koygan çağda siyrak giyimlikler grupsi bitti yani sırdaşlar grupsi mübarek olsun. Mübarek olsun. Emdi biz erkeklerin maharetini görürüz. Qani oğullar. Müsabaka başlandı. Koyçu. 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 10 9 8 koyçu. 7 6 5 4 3 2 1 toşı tik. Rahmat cevap veriydi arkadaşlar. Arada cevap attınlar. Akbarning o'rgini, Akbar seriqni o'rdi mi? Ha, seriq o'rgini ya. 10 qilalığını 1 2 3 18 19 19 stakan yürüptü. Ben körep kaldım. Şomaninki visa adep durup o'rgini. 1 2 3 4 5 6 7 stakan Şoma çiğga. 其实小马翻过来的杯子也挺多的，但是实际上，受破坏是吧？好像受了影响，最后全倒在地上了。Hammamiz pastga o'rilib ketibdi. Shuna qo'ygan chaqda bizning ikkinchi qitimliq musobaqamizda yana davomli g'alabaga erishguchi Sirdoshlar guruhi. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi tomoshabinlar ko'rayotganinglar Okean televiziyasining yangidan yo'l qo'ygan Sirdoshlar klubi programmasi. Biz bilgan shu yo'riq yulduzlar o'zlarining parlashi uchun amaliyotda o'ziga ko'p energiya qochilgan, ko'p ajr qilgan, nurg'un jafo mushaqqatlarni tatgan, ulardagi g'ayrat, shijoat, ulardagi qiyinchiliklarni ko'rgan chaqda bal qo'yatmay, yana davomli olg'a ilgirlash ro'yi, yiqilgan chaqda o'rnidan turib, yana davomli olg'a mangalaydigan mushtaq bir iroda. Demak, bugungi kunda ularni shu aktyorlik sohasida yoki o'z san'at sohasida yaxshi bir nopozga ega qilgan bo'lsa, o'z o'tida o'xshashlam ko'rmanlarimizning nazarida ular yaxshi bir san'atkorga, yaxshi bir qarindoshlarga aylandi, hammalarga tunishlik bo'lgan, yaxshi sharaflarni qozonayotgan bizning san'atkorlarimiz qatoridan o'rin olmoqda. Albatta, mushu munosabat bilan sizlarning tirishchiligingizga opirin aytamiz. Nayt yaxshi ko'ngilli suhbatda bo'lyapmiz. Endi yana bir qitim cho'ng ekran orqali tomoshabinlarimizning bu ishxonadagi ishlar filmiga bo'lgan baholarini yurak so'zlaridan anglab baqsak qanday? Qani, marhamat. İşxandaki işler Rusya'nınki mi? Ha. Mau adınızda kaçak çıkardı? Ha, köydüm. Yaxşı işlanıptı. Ha, bu komedili filmni ayıl boyunca çoğun bolsun kichiklar bolsun hamma yoqtirib ko'radigan bu filmlar yaxshi ishlanibdi. İşxandagi ishlar bu filmni hammamiz butun shu Shinjon xalqi yoqtirib ko'rdi. Ay, ancha-muncha ko'rdimdek, to'liq ko'rmadim. Film nayt qiziqarli, komedili ishlanibdi. Biz bir oila kishilar hammamiz taqozolik bilan oxirining chiqishini kutyapmiz. Shu ishxonadagi ishlar filmni nayt yaxshi ko'rib ko'rdim. Bundan keyin mush xalqimizning mush komediyaga bo'lgan qiziqishi va mush ma'naviyatini tixinbek chiqarish uchun mushtaq filmlar ko'plab ishlab berishni o'zimni qo'llayman. Shinjonning shundoq asarlari chiqish o yaxshi ish. Bundan keyin texmo yana qiziqarli komediyalik ishlab bersa, biz bu texmo kulib qilib qolsak. Hamda shu hozirgi turmushimizda bo'layotgan ishlarni aks ettirib beribdi. Bundan keyingi buning davomini taxmo yaxshilab, xalq turmushini
aksat turgan muşta filmni köplep işleshini umid qilaman. Menimcha hamma rollar bak yaxshi bo'pti. Hammasi o'z-o'ziga obrazga xos tushgan. Hammasi o'zining obrazini bak yaxshi olib chiqib ketgan. Boda qizning roluna Roshengilma. Roshengilning rolini shunday yaxshi ko'rdim. Endi asosiyatdan onun chiqar rollarimizning hammasi mayli yangi cho'lponlar bo'lsin, ko'ni cho'lponlar bo'lsin, hammasi yaxshi ishlagan film ekan. Uni endi men bir necha qismini arlab ko'raman, chunki bizning xizmatlarimiz aldirash bo'lgan ekan. Endi mana mushunday filmlarni ko'proq chiqishini keng xalq ommasini orzu qilamiz. Kulkilik jihatdan ishlandi, endi kulkining ichida nurg'un ba'zi bir sirlar yoshiringan bo'ladi. Shu kulkining ma'nosi bo'lishi kerak. Endi bu film haqiqatan yaxshi ishlangan bir film bo'ldi. Bundan keyin mushtaq filmlarning ko'proq chiqishini, ma'naviy jihat o'ziqimizni tez ko'proq qondirishni chindanligimizni umid qilamiz. Ishxonadagi ishlar. 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 Birinchi bölüm ishxonadagi ishlarni aytib yaxshi muvaffaqiyatli qo'yilib ko'pchilikning yaxshi ko'rishiga, qizg'in olqishiga erishdi dedi. Bunga isbot kerak. Ha, albatta bunga isbot kerak. Shuning uchun hammamiz birlikda cho'ng ekran orqali ikkinchi bo'limdan bir ariya ko'rib baqsak. Qanaqa Bo'ldi. deysan? Bak yaxshi oldu. Qani, ikkinchi bo'limda qanday qiziqarli ko'rinishlar bor ekan? Marhamat. Saydu vermezdim imkanı Gahi Türkiye gahiha Kaynap durak işhanı Rekabetçi agini dost burada öz ara Güdüp dursun ucaba Tirişimiz yanına Yetkili bulmaz cananğa Canı yıkılmazdır bir daha Hey birlikte tirişi işler Hey Gideyli gün seni kökler Çaba çeksek bugün güller Yüreği kımını taslar Harmasti girişi işler Gideyli gün seni kökler Kanlar mı gitti durdular Halarımız şu çağda aslar Sus menzillerim benim din Irak'ta Şu geceler çok iyi ben şirin ham hiyalha Etsi uyku derdi ben kanar arman bir yakta Gahi dostum falaket Gahi sanaksız alet Şu durmuş çakçıkığa çeçiliş bir hacet Dertler kılmayı ziyaret Mustilik icaret Sever bilik acı kıyılıp görgemiz halada Birlikte girişi işler Seni kökler Çaba çeksek bugün güller Yüreği kımını taslar Harmasti girişi işler Gideyli gün seni kökler Kalpler bu gidi durdular Halarımız şu çağda asla Növbətki basqıçımızda çempion təntarbiya kiyimləri bizə təminləyən Aram Bəxiş tənərkət kiyimlərini giyilib, əmdi müsabiqimizni başlap ketməkçi. Endi bizning guruh a'zolarimizni hammasi saknimizda hozir bo'lib bo'ldi. Nihoyatda xatiri yo'q, bexatar, ammo ko'ngillik bir o'yin. Bir o'yin o'ynaymiz. O bo'lsa-mu qaranchiq o'yini. Va, qaranchiq. Buningdan men
reper bo'laman-da. Bo'ldi. Men bu siziqning bu tarafida, ogohlantish siziqining bu tarafida turib, sizlarga kaynimni qilib turib, sirdoshlar qat deyman. Bu buyruq shunami? Bu buyruq. Bu vaqtda sizlar hammanglar buning oldi bilan har bir guruhdan 4 ta adam chiqadi. 4 ta adam chiqib, jami 8 adam o'ynaydi. Sizlar mana bu tayoqning kaynib tursizlar. Sirdoshlar qat degan vaqtda cho'qim qitishinglar kerak. Sirdoshlar dotqa vaqtda harakat qilsanglar bo'ldi. Harakat qilib qat deganda qitib tursizlar. Men o'rilib qat deb bo'lgandan keyin sizlarning midirlab ketganliginglarni ko'rib qolmasligim kerak. Agar midirlab ketganinglarni men ham tomoshabinlar ko'rib qolsa, shallanib ketisizlar. Mana bu shunday tariqa davomlashib, mana bu sevatda kiyim-kechaklar, bosh kiyimlar, har xil sizlar kerakli bo'lgan materiallar bor. Shuni birdan taqab kiyib o'zinglarni boshqa bir tusda yasaysizlar. Eng oxirida mening qishimga qaytib qaytib kelib, meni urib olgan qadar kiyim-kechakni to'liq kiygan, anjiq narsani ishlatadigan, midirlab ketib shalinib ketmay, eng oxirgacha davomlashib kelgan odam yengan bo'ladi. Buningda bir guruhda 2 dan jami 4 odam o'ynaydi. Bu guruhdan sirdoshlar guruhidan mana bu 2 mayir chiqdi. Mana. Mush 4 mayir o'ynaydi hamsa. Diqqat, undoq bo'lsa qiziqarli o'yinimiz boshlandi. Hammamiz birlikda sanaylik, ha? 3 2 1 sirdoshlar. Amsa, ikinci qitim. Sirdoshlar. Voy, o'rilib ketdi-ku. Sog' salomatdi, ha? Yaxshi. Jackson. Hay, bular beshini past qilib olsa, chiroyli kishini ko'ramayotganmiz, ha? Yo'q, hozir midirdim. Sirdoshlar. Nijat aka, do'ppingiz chiqib ketdi-ku. Roshangul besivol. Roshangul yani kay. Hay, birdan turayli Roshangul qanchalik basamaydi Nijat. Sirdoshlar. Kiyim-kechak kiyishinglar kerakchimi, lekin esinglarda bo'lsin, kim anjiq narsa kiysa, kim anjiq narsa taqsa, shu yerga bo'ldi. O'xshatyapman-ku. Roshangul patmaydigan bo'ldi ya. Roshangul achapanlar razmeri qarab olgan. Sirdoshlar. Voy. Hay, bular birdan faqat o'rni almashmayotgan imonimi. Güzel. Tojni taqib. Kim sizga gap qilsangiz bo'ldi dedi. Güzel. Diqqat, ha? Roshangul chopon kiyishda voz kechdi. Hozir bu güzel ishlar kiyim-kechak kiymabdi, lekin Nabekchiq kiymabdi. Beshingizga kiygan o'zingizga beshingizga kiyishingiz kerakdi. Ikimiz o'xshashmay kiyapti. Sen bir kirib Beshbekchiq kiydim. Ishqilibmish beshimdikidan anday. Nahus Roshangul hozir mayoq chiqib tursin, shunaqmi? Meni amsman qaytib o'ynab anki. Bu o'yindan qaytib chiqib. Meni urib oldi. Anglayman 4-5 stal montajingiz qilib qoldi. Beshbekchiq kiydim. Bosh kiyimini hammani Roshangul yig'ib oldi. Güzel. Güzel yig'ibdi, ha? O'tirib turamsiz, aramayib turib. Ya, midirmaslar. Davomlashtirmiz, ha? Sirdoshlar. Toningiz bek chiroyli turdi. Nijotning ayliqi mom haykalining oldida bir bajrasin tushog'im bor. Men endi bir Jackson kulib ket pardo qilib hozir. Jackson, shuna bu milliy kiyingan Jackson ekan-da endi. Bo'pti. Roshangul eg'ir o'g'ashqa bek salmoqchini yoqtiryapti. Sirdoshlar. Kiyimni hammani ayib ketdi voy. Hozir mana qarab o'rilib o'shib ketgan bo'lsa beradi. Nega? Ay, mushu o'yindan odamning xarakterini belgilab bo'ldi ekan. Go'zal butun bosh kiyimini olgandi. Nijot butun tonni kiyib chiqibdi. Ay, mishada bir yaqin ko'rinish berilgan bo'lsa, Nijotning ko'zlaridan hasratlik tomchiladimi? Mana ko'z yoshi burnini sirg'ib kelyapti. Meni urib oldi, Nijotmi hamda chiqib to's bo'ldi, ha? Ne chuqur kiyim? Ne chuqur kiyim yig'di, ko'rpa qaylik. Lekin kiyginlar hisobmi? Rejissor kiyginlar hisobmi? Ay, bu mening odamim ekan.
Mamında şarkı to'xtamgan. Davomlashtiraylik, mana mo'minlar erib ketdi issiqda. Sirdoshlar kim tutdi? Sen tutibsan-da, ha? Sen rasmiy tarbiya ko'rgan. Bir qo'lliq tarbiyalab kelganmiz. Ay bu Sevatni nimaga kiyib oldi? Sevatni nimaga kiyib oldim? Ha, bo'pti mayli amsa. Endi Nuralim qaytib tursa bo'ldi, shundaqmi? Nuralim faqat hozir Roshangul qilib qoldi. Roshangul. Roshangul tusan. Roshangulmish programmamiz mishad oxirlashdi. Nurali ayol tuto'ning bek yarishibdi. Bo'ldan hammaylar o'tirib kelib baqsin, biz oldi bilan. Voy. Muvaffaqiyatli eng oxirgi nuqta qaytib kelgani bo'lsa, bizning ishxonadagi ishlar guruhining a'zolari endi chiqqan bu bosh kiyimlarga, kiyim-kechaklarga qarab baqaylik. Güzel 1 2 3 4 5 6 tal narsimi? Yo'q, bu 5 tal. 5 tal narsa chiqibdi. Nuralima bir Sevatkining hammaga ko'chirib kelibdi. Yumini qattiqsin deb qo'yamiz. Ishaq kelganda ham bircha bu xili puxtgan o'ziga yaxshi. Jokka hammani. Nima? Kasaya o'g'il. Motrinin. Demak, mana hozir ko'rib turibdimiz, bu o'yindan keyin bizning ishxonadagi ishlar guruhimiz yengib oldi. Muborak bo'lsin. İşte dostum. Endi biz ishxonadagi ishlar guruhidan kelgan qarindoshlarni ikki guruhga bo'lib musobaqalashtiramiz. Sizlar o'tib bo'ldinglar, to'qmoqda. Qo'tandan qichqashgan qo'ylardek boshlarini chiqarib, alab sapqagilikka igisi bor, shuni ko'rganchalarimiz chiqib oldigan. Tatishib. Ondan sonra ikkinchi qitimliq musobaqamiz boshlandi. Diqqat! Sirdoshlar teng. İlşatı kör qaqını rost ekan. Ha, Elshotga fursat beraylik. Bo'p tirishyotdi bu. Ha, tirishyotdi. Teng desam bek jiddiy o'xshab. Avaldi, ben ko'rdim avaldi. Midirlash ruxsat yo'q. Avaldi rasul. Avaldi. Midirdimi diye. Avaldi. Fursat bermez. To'xtanglar. Ben baqiraman. Bir fursat beraman. Bir fursat beramiz qani. Bo'ldi, ha? Sirdoshlar. Voy, ikramda mening qutbag'asi ikramga olib ketdi. Ha, bo'ldi. Mushtulrab odam oldi qarg'ali chaqib kechib. Ha, bo'ldi. Gol müdürlümidim deb turib, qani cho'nglar, iliq cho'nglarning jo'siga berib o'tirasiz bo'ldi. Elshotni bir qaytam o'tkazib, ekranni nimashga o'tkazib atmaymiz? Uy? Bir qaytamda birdan bo'ldi, ma'qul, ha. Endi nima ishlab rasmiy, shu rejissyorlik yuzinglar uchun bir qaytamda. Tojanbek yarışibdi Edvard Shahzoda. Qaysi xandonlikning shahzodasisan? Ha? Cemiyatning nima? Ha, Hindiston, Edvard Hindistondayda. Shoma. Cho'jirma shoma. Shomanza xushar cho'jirla. Pitat chiqargan bir balla bor. Endi fursat yo'q, endi fursat yo'q. Hech kimga fursat berilmaydi, ha. Shaydo men o'tiyarchi qo'ylar, ha. Diqqat! Sirdoshlar teng. Mayli bu so'qashtiruvchilar hamda so'qashtirib ketib ketadi. Qaysilar bu qo'p bersizlar?你干嘛呢？你刚才就是这个动作，你现在还是这个动作，穿不过来，你咋不选个宽一点的衣服？你非得穿个女人的衣服。Atlas shoes， 给谁戴的呢？这个？啊？你不要动，还这样动着呢，不行。OK， 这给谁戴的？乳仙哥穿不进去，兄弟，乳仙哥穿这个还差不多。乳仙哥能sharpısı yok. 乳仙哥啊。Dikkat, sirdoshlar. Pattağı mindi degan shu. Alqan andisini yetarli bo'ldi. Alqa ekran bir o'tib tursin, men anga muvaffaqiyat ko'raman. Sen yana nimalar kishni o'ylayapsan Alqan? Yosh shatsiz sirdoshlar chiqib bajaga tashlanjib.
Ha. Dikkat. Sırdaşlar. Sen yağını çıkan çoğap başlama. Bunda süvetlerini getirip çıkarıkan. Hey hazır. Negmanınız. Operatorlar Elqamga bir ayrim ko'rinish bergan bo'lsa, shu mom haykali o'tib turib olgan bo'lsa, Hurmatli ko'rman do'stlar. Shu tafsilotlarni ko'rayotganlar 2017-yilgi eng yangi chash pasoni. Biz odat bu chash pasoni yasashda cho'qim ikki tarafini rangini avval oqartib yutib, oxirida rang beramiz. Alqam ham matlab rang berishga ulgurmaylam, soruni kelib qoldi. Oldi seg'izran, kayni meg'izran degan bu chash pasoni shu. Yaxshimi siz shechingizni budra qilish jarayoni to'g'risida bu so'zlab bergan bo'lsangiz. Siz o'g'il bola, ha? 98 ga ketdi endi. Bo'ldimi? Qaytib tursa bo'ldi. Men urg'uni men. Ikkili so'rdim, ha? Ikkili so'rdi. Ikkilisdan urdi, shundaqmi? Bo'ldi. Qaytib tursin, amsa. Eng oxirida Elshad qoldi. Eng oxirida ig'ir besiqlik bilan sahnimizda qilib qolgan bizlar. To'xta, Elshadning go'zalligi. Uganda Meksik san'at konfederatsiyasi 6 yil bilim mashagan. Balichilik, tosh usuli, bosh usuli, qatorliq, qosh usuli qatorliq bir yurish usullab rasm tusha olaydi. Go'zallik sizda. Rahmat. Bu maykani pek yaxshi yasabdi. Masanmidi? Ya tugmadi taxe. Tugmadi. Bu Elshadning bugungi alayda jabdunishining eng yorqin tarafi, kishini eng jalb qildigan, ya'ni 2017-yil Milan kiyim-kechak festivali qatnashdiki, eng ortiqchiligi tojining ustiga gul taqash. Janubning tojdorlik san'ati bilan G'arbninki atirgul san'atini yuksak darajada biriktirib, Elshad bosh yangicha uslubini barliq keltirdi. Elshad bosh tojdorligi, g'irim buyumlari, taqoqlari sizning eng yaxshi tanlashingiz Elshad. Elshad qanday hozir qilsa, Yipatib qoldi. Naringizdan pit atishyotdi. Naringizdan yosh chiqyotdi. Ko'zim. Unda bo'lsa siz ko'zingizga davomli suyuqlik deb bitmagandan boshqa kunda 5 vaqt so'z yeb bering. Rahmat. Undan boshqa qanday bo'lyapsiz? Hech qanday. Taslim bo'lamsiz? Taslim bo'ldi. Ay biz muvaffaqiyatli holda Nijat o'zining gruppasidagi a'zosini taslim qildi. Shunda taslim qiladi Nijat. Nijat o'zining gruppasidagi a'zosini taslim qildi. Eshitmamaydi. Bu qitimga oyoqlashish keyin qitimda texnik yaxshi boshlanishdan derak berdi. Mag'lubiyat qalbining onasi deydigan gap bor. Men garchi Elshadni taslim bo'lishga qistilgan bo'lsam, shu orqali uni aram oldirmoqchi. Bu japatatni javob beraydi do'stlar. Muhimi beshiriki nurq tomoqlari belki yarışibdi. Shundoq chiroyli. Sizlar bilan o'ynagan ko'ngillik o'yinlarni ayt qizqarliq oxirlashdi. Demak, bu qitimliq o'yinda yana biz o'zimizdan sanmasak eng oxirgi maydonda faqat sizlarning a'zodan bir odam ketib qoldi maydonda. Bo'pti. Ikki a'zo muvaffaqiyatli qaytib kelganligi uchun yana bizning ishxonadagi ishlar guruhimiz muborak bo'lsin. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmalar, naqmaydagi tomoshabinlar ko'rayotganinglar Okean televiziyasining yangidan yo'l qo'ygan Sirdoshlar klubi programmasi. Programmamizda qizg'inlik iligida ko'rib berayotganlarga ko'p minnatdorligimizni bildiramiz. O'z navbatida bizning bugungi programmamizga alohida qadam tashrif qilgan ishxonadagi ishlar filmidagi munosabatlik aktyor, ya'ni san'atkorlar, undan boshqa rejissyorlarni yana bir qatim qizg'in qarshi olamiz. Ekrandagi aziz ko'rmalar, o'xshashlam bizning mushu programmamizniki muvaffaqiyatli ko'rinishga ilinishi uchun bizni qo'llab kelayotgan sizlarga ham minnatdorligimizni bildirish bilan birga do'stlarning samiga sib qo'ymoqchi programmamiz Okean televiziyasining Qonilim, Huzurim, Teatrim kanallarida bevosita ko'z tutildi. Agar programmamizni bu kanallarda vaqtida ko'ramay qolgan bo'lsangiz, hargiz ko'nglingizni yerim qilmang. Undan boshqa programmamizni yana ko'znak terminallari orqali xohlagan vaqtda, xohlagan joyda bemalol ko'ra olasiz. Xo'sh, albatta bizning xalqimiz, bizning qarindoshlarimiz azaldan san'at va san'atkorning hurmatini qilishni biladigan qavm, biladigan xalq. Shunlashqa balkim bizning shu sahnadagi ajoyib tatliq kulgilarimizdan, bizning ko'ngillik paranglarimizdan, nihoyatda shirin bo'lgan tuyg'ularimizdan biz bilan birlikda huzur ilayotgan bo'lishi mumkin. Qarindoshlarimizga Okean televiziyasining yangidan yo'l qo'yilgan Sirdoshlar klubi programmasi orqali texnik sarxil mazmunlarni sunish uchun biz yana bejandonlik bilan xizmat qilamiz hamda qarindoshlarimizning yana davomli Okean televiziyasining har bir programmasini qo'llab turishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga.
Buldu görmən dostlar, şu tapda Okyan Televiziyasının Sırdaşlar Klubu programısı intayin qaynan taşqan keyfiyatı davamlaşıvatıdı. Qeyirdaşlarımızdan bana aitdi. Zoq-şoq bilan programımızga iştirak qılıvatqanlıqıga minnətdarlığımızı bildirimiz. Onun başqa programımızdanki güzel siyahda ən yarqın yusunda sizlərninki huzurunlağı sunuluşu üçün biz hər qaysiyyatdan qolayatqan karxançılarımızga minnətdarlığımızı bildirimiz. Cümlədən riyasetçilərinin kiyimini təminləb bəgən xiyal kiyim-keçəklərə alayda minnətdarlığımızı bildiriş bilan birgə yuqorida bizdənki uyullarımızda tamamlaşımızda bizga aitdi aram bəxiş, rahat, təntarbiya kiyimlərini təminləb bəgən çempion kiyimlərigimi alayda minnətdarlığımızı bildirimiz. Rahmat sizlərə. Rahmat. Onundan başqa yana programımızı yaqından qollagan diyarimizning har qaysi joylaridagi Sarkar elektr uskunalari zanjirsimon setish maydonlari orqali xalqaroliq dangliq markalardagi oila elektr uskunalarini xalqimizga zavoddan bevosita ta'minlab kelayotgan Sarkar elektr uskunalari shirkatiga rahmat aytamiz. Shundaqla bugungi barliq aziz mehmonlarimizga mana bu shirkat ta'minlagan Gölanshi markasidagi ko'p iqtidorli o'r qozonni sog' qilamiz. Ahırda barlıq qeyrindaşlarımızdan hər vaxt bizdən qollab quvvetlişini, yaxşı tiləklərini bildirişini ümid qilish bilan birgə şuarımızda to'laymiz. Bizning şuarımız Ko'ngilning arami Sirdaşlar Klubi. Xayr xo'sh qeyrindaşlar, kelarsan programımızı görüşəylik.